Sumaya 10.000 dollar oladigan bo'lsam, yiliga necha pul qo'shib qaytaraman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dollar qo'shib qaytarasiz. Qarang, 30.000 dollar oladigan bo'lsangiz, oylik to'lovingiz 713 dollardan chiqadi. Agar 40.000 dollar oladigan bo'lsangiz, oylik to'lovingiz 951 dollardan chiqadi. Agar 50.000 dollar oladigan bo'lsangiz, oylik to'lovingiz 1189 dollardan chiqadi. Agar 60.000 dollar oladigan bo'lsangiz, oylik to'lovingiz 1427 dollardan chiqadi. Agar 70.000 dollar oladigan bo'lsangiz, oylik to'lovingiz 1665 dollardan chiqadi. Agar 80.000 dollar oladigan bo'lsangiz, oylik to'lovingiz 1903 dollardan chiqadi. Agar 90.000 dollar oladigan bo'lsangiz, oylik to'lovingiz 2141 dollardan chiqadi. Agar 100.000 dollar oladigan bo'lsangiz, oylik to'lovingiz 2387 dollardan chiqadi. Qoldiq summa 8.3%dan. Xo'p, bu pullarni olish uchun garovga nima qo'yiladi? Ishligi necha kunda hal qiladi? Garovga turar noturar joyligisini qo'ysa bo'ladi. Toshkent shahar, Toshkent viloyatidan ishligisini uzoq 3 kun, 5 kungacha hal qilib beramiz. 3 kundan 5 kungacha 30.000 dollardan 500.000 dollargacha naqd ko'rinishda pul olib ketsa bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, o'rtoqlar, bosinglar Sumayani nomerini qolaman, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib qo'yasiz.